tarixning qatida qancha sovg'on bor. Har bir chokida bir doston farmon bor. Boshda mag'rur turgan qadim iymon bor. Nega do'ppi kiymay qo'ydi odamlar? Moziga bir boqing, tezak yoqqan soat, do'ppisin yechmasdan jonga bergan ot. Bugunchi g'arb tomon uchmoqda hayot. Nega do'ppi kiymay qo'ydi odamlar? Qalampir nusxada achchiq haqiqat, Iroqi gulida cheksiz matonat, o'zlikdan kechmoqlik og'ir xiyonat. Nega do'ppi kiymay qo'ydi odamlar? U shunchaki matoh emasdir, nomussiz kimsaga panoh emasdir. Bosh yalang duo ham gunoh emasdir, lekin do'ppi bilan haybat odamlar. Temur tig'i kabi keskir edi u, Navoiy sadridek sehr edi u, O'zbekning boshida muhr edi u. Nega do'ppi kiymay qo'ydi odam?